Menga qara. Mana shu yerda Abdulaziz degan bola ishlaydiganmi? Ha, aka menman Abdulaziz. Assalomu alaykum. Menga qara. Surishtirib, kimligimizni bilib, keyin siz jo'natdingmi? Aka, sizni tushunmadim. Ko'p gapirma. Senga o'shaga yalang'oyoqqa beradigan singlim yo'q. Bundan keyin onangga aytib qo'y. Ha deb yalinib eshigimizdagi manqamchilikni o'qitib kela olmasin. Marra! Yana bir marotaba onam to'g'risida noto'g'ri gap gapirsang, tilingni sug'urib olaman. Menga balanddan kelma. Shu bo'rka zehti xo'jayini menman. Hurmatingni kelib, izzatingni ket, surib yer. Sen bilan gaplashamiz. Ajdar, qaratanlar. Yig'i bo'lyapti. Bittasini qo'ng'iz ayib qopti. O'ldirman. Tashab qo'ydim lakasdan. Bektoshni olishib bekor qilding toshni. Endi yo o'ldirib, yo o'lib qutulasan. U meni joyimga kelib, onamni haqorat qildi. Keyingi safar jag'ini emas, bo'ynini uzib olaman. Uni ko'chada Bektosh deysa, meni Davud deyishadi. Aytmadi dema-yu, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, yolg'iz yurmaganing ma'qul. Men hech kimdan qo'rqmayman. Mendan xotirlanishmasang ham bo'lar. Oybek, aytmadi dema-yu, bu yil Andijon chempion bo'ladi. Yo, bu yil Navbahor chempion bo'ladi. Chunki treneri Temur Kapase. Bu yil Andijon chempion bo'ladi. Kegar o'ynaymiz. $100 dan. Sen guvoh bo'lasan. Sen bari o'lib ketasan. Oybek, boshqa guvoh topmasak bo'lmaydi. Nima deyapsanlar? Qanaqa o'lim? Daftarni olib bu yoqqa bor. Chiqib ishingni qil, ha. Senga nima degandim? Gaplashamiz deganmidim? Seni kino tugadi. To'xtachi! Yaxshimsan Abdulaziz? Yaxshimsan? Nomardlar, men senga aytgan narsa bo'ldi. Bu ishni shundoq qoldirib bo'lmaydi. Bugun Farhodaga chilli bilan gaplashaman. Buni tinch yo'l bilan hal qilmasak, kimdir aniq o'ladi. Bu masalaga hech kim aralashtirmaymiz. Farhod akanam hech kim kerak emas. Men erkak kishiman. O'zim hal qilaman. Bu narsani tinchlik bilan hal qilamiz deyapman. Seni erkakligingni tupurganim bor. To'g'ri gapiryapti. Ozgina sabr qilib tur, sen bizga keraksan. Nima gap Ajdar? Aka amonlar keldi. O'ngga chapga qaboldik. Bu yoqda xavotir olmang. Ko'nglim g'ashda aka. Bir oyga chetga chiqib keling. Bo'lib ham u Davud bilan intiliga bo'lib qolgan-ku. Unaqa qumurtqalar bilan menga zanjit qilma. Bir degan raqamni taplashib, izg'ilab tashlayman. Sen ishlaringni qilaver. O'sha yerda bo'laman. Bejar qilyapsiz-da. Babi pigini qildingmi? Hali tugamadi. Gaplashamiz. To'xta, qaydan kelyapsan? Pasport bileting tayyor. Bugunoq O'zbekistonga uchib ketasan. Meni bilasanlar. Boshlagan ishimni yarim yo'lda tashlab hech qachon ketmagan. Oxiriga yetib kelgan ishlarim. Qaysarlik qilmagin-e. Bu yer O'zbekiston. Noto'g'ri bosgan qadamingga qonunan javob ber. Bekinib yashagandan oshkora o'lganim yaxshi. Aytdim-ku senga, baribir bu qaysarligini qiladi. Oybek bor mashinani tayyorlab, Farhod akani oldiga bormasak bo'lmaydi. Xato qildim. Bunday past baho berib xato qildim. Ajdar. Aka, bu ishlarni shu yerda to'xtatish kerak. Bilaman qo'lingizdan nima ishlar kelishini. Lekin Abdulaziz paytida o'zinikini qo'ygan. Moskvada Davud desa hamma taniydi. Birinchi safar ayadim. Endi jo'tkina qadar. Aziz, bor-borlar deydi. Hop.
Bugun Andijonda ko'chalarni Dovud qoni bilan bo'yaman. Ketdik. Aka, bugun emas. Bizni bugun tog'a chaqirgan. Zudlik bilan bormasak bo'lmaydi. Dovudni nima chaqirding? Bo'pti, boraylik-chi. Og'a, Bektosh keldi. Chaqir kelolsin. Assalomu alaykum, tog'a. Chaqirtirgan ekansiz. Va alaykum assalom. Mollar nima bo'ldi? Mollarni joy-joyga tarqatib qo'ydik. Yevropaga tushayotgan mollarimiz-chi? Nima bo'ldi? Bu mollar hozir Moskvada to'xtab turibdi. Shuni harakatidamiz, tog'a. Moskvadagi mollar tezroq joyiga yetib borsin. Keyin qolgan ishlaringni hal qilasan. Hafsalamni bir qilyapsan, Tosh. Xo'p, tog'a. Sayid, Rabbi tog'a. sen Bektoshni oldiga kir. Dovud degan bola bilan o'ralashib qopti. Bektoshni hozir o'lishga haqqi yo'q. Ashi ishlarda o'zing hal qil. Xo'p tog'a. Ajdar, bugun Moskvaga uchasan. Konteynerlarni Yevropaga tezda chiqarishing kerak. Xo'p, aka. Farhod aka, oldingizga juda muhim ishim bilan keldim. Nimaga? Bektosh bilan Abdulaziz bir-biriga protiv bo'lib qoldi. Kelishtirib qo'ymasak bo'lmaydi. Bo'lmasam bir-birini g'ajiyman deb. Bektosh. Juda ham tanishsiz. Tog'ani jiyani Qaysi? Ibragim. Abdulazizga bu masalaga men aralashdim. Meni buyrug'imsiz hech narsa qilmasin. Bugun erta men oilam bilanman. Odamingga ayt, biz bu operatsiyaga uzoq tayyorgarlik ko'rganmiz. Shoshqaloqlik qilib, o'zini sezdirib qo'ymasin. Bizni buyrug'imizsiz harakat qilishma. Endi bor. Sayid. Sayid degani kim o'zi? Sayid bilan sening nima ishing bor? Yo'q, shunchaki so'ra. Menga qara. Kecha Farhod aka bilan ko'rishib keldim. Farhod akani ruxsatsiz bironta qadam bosmas ekan. Ey, ishni chigallashtirmagin, xo'pmi? Sayid. Qassob. Bektoshni bilasan, dushmanlari juda ko'p. Dovud bilan o'rtasida konfliktni bilib olishdi. Bektoshni o'ldirishib, Dovudni bo'yniga qo'yishmoqchi. Ehtiyot chorangni ko'rish. Bektosh o'lish kerak emas. Tushunarligi? Hayda. Oybek, Abdulaziz. Tinchlikmi? Nimaga? Sen bilan Bektoshning o'rtagidagi nizoga uchinchi taraf foydalanmoqchi. Bugun Bektoshga suiqasd bo'ladi. Shunga seni qurbon qilishmoqchi. Farhod akam Bektosh manzil tashadi. Vaqtimiz oz. Borib oldin olmasak bo'lmaydi. Ketdik. Marazli.